Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz Aralxon qishlog'ida yangi loyiha boshlayapmiz. Baliq tumani Aralxon qishlog'ida. Loyihamiz 160 kvadrat atrofidagi loyiha. Mana shu joylarga burchakka bosamiz. Kommentariyada yozib olinglar, bu joyga qanaqa burchakka bossak bo'ladi. Biz Romeni tanladik. Tom bekilgan ekan. Shunga bitmasdan oldingi videolarni qilyapmiz. Xudo xolasa bitgandan keyin ham video qilib, oldingi keyingi qilib qilamiz, xudo xolasa. Doimgidek Oybek usta. Assalomu alaykum obunachilar. Oybek ustamiz ham kuchayib ketdi. Shagird ustozdan o'tdi. Shunday bosh amoldagi ehsondan keyin kuchayib ketding-ku. Duo qo'yganmiz. Joyga burchatkalarni qilamiz mana. Bu kanalimiz a'zolari, mana bu bayda qilingan katta xatolardan bittasi shu betonni agro chekasini kuyishib qo'yganda baland qilib shuni suvini chiqib ketishiga muammo bo'ladi. Shuni iloji bo'lsa quymanglar. Biz o'zimiz borganda burchatkachilar kuysa, bir tomonlama paloqqa qilib burchatkaga moslab kuyadi, suv o'tib ketaveradi. Endi bunga lato qilishimiz kerak chekasiga. O'zi asli keyin kuyilgani yaxshiroqda buni. Yoki pastroq kuyib qo'ysa, davom ettirib kuyib beraveramiz. Oybek. Mana bu betonni oldin kuyishib qo'yapti, juda ko'p joyda. Shu xatodan baland kuyishib qo'yapti. Buni yeb bo'ladi keyin. Buni keyin burchatkadan keyin buni xunukligi ko'rinib qoladi. Nimamandir yopish kerak, granitmi, kafelmi, shunaqa narsalarni bekish kerak. Shuni burchatkadan keyin qilinsa yaxshi bo'ladi. Yoki eng yaxshisi burchatkadan pastroq qilib, darvozadan 20-30 sm past qilib kuyib qo'yish kerak darvozani balandligidan. O'chib qo'ygan, bularga kaloskop olib qo'yamiz. Bitmasdan oldingi holatni ko'rib olinglar, bitgandan keyin video qilamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz Bo'ston tumani Aralxon qishlog'idagi yangi loyihamizni boshladik. Bugundan dastlabki ishlari mana o'sha videomizda bo'sh holatini olgan edik. Mana shu benzasipka bo'ldi. Zamin benzasipka qilyapmiz mana. İlyas Bey usta, doim qulog'iga telefon. Sheberlarimiz kelgan. Susak kelgan. Oybek usta.
Charchamayapsanmi? Yo'q, charchash yo'q. Ko'chani bunaqasi torligiga ashaga to'ktirdik. Uzoqroq. Uzoqroqqa. Mehnatda odam o'lmaydi. Ha. Oybek gruppasiga yangi usta qo'shibdi mana Shohruh ustani. Assalomu alaykum. Tursunbek obunachilari. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Oybek bloger taniyapsizlarmi? Ha. Shu videoni tagiga kommentga yozib ketinglar. Agar meni podpischigim bo'lsalaring, Ha. Oybek usta deb. Oybek usta deb. Ha. Hammalaring. Sovg'asi bormi bunga? To'qas bo'lib qoladi bolalar. Ha. Podpishga qo'yaringlar. Mana shu gruppani podpishga qo'yaringlar. Hammasi Oybek usta deb. Yorvorani qarab turasiz. Voy. Voy. Ha, sevindi bu yoqqa olib qo'yaylik. Hop. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz Orolxondagi loyihadamiz. Burchakka bosishlarimiz davom etyapti. Kuzatib boringlar. Men Oybek bloger bilan birlamiz hozir. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kecha video qo'ydik. Like patishga bosmabsizlar akalar. Keyin sezdirib qo'yinglar, dangillatib. Bilinsin. Bilinsin. Sezilmadi ya. Oybek usta nima deydi? Assalomu alaykum. Siz nima ham deymiz? Biz ish qilyapmiz-ku. Bosinglar. Yangi sheriklar olganmiz. Ha. Shohruh ustani. Assalomu alaykum. Buni nima desam bu burchakka haqida maslahatlaringizni berchi endi. Instagramga. Burchakni bosish kerak hamma. Asfalt bosilmasdan. Asfalt 2 yilda cho'kib ketadi. Shu bilan harom bo'ladi. Beton tulab ketadi. Burchakka bosib olish kerak, sindirmasdan. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Biz Orolxondagi loyihadamiz. Loyihalarimiz yakun topyapti. Oybek usta. Yaxshi rahmat. Alloh olsin. Mana bugun lotoflarni o'rnatishib bo'ldi. Oybek usta. Ha, biz ham rastor tayyorlayapmiz, shu bo'lgan. Bitirib degan. Qulog'imda. Salom,